Aslida umid yo mana yo'q bo'ladi, yo oxiri shu fuqarolar huquqi tan olinish bilan bo'ladi. Men albatta apellyatsiyaga beraman. Kerak bo'lsa konstitutsion sudgacha boraman va kerak bo'lsa bizni konstitutsiya va qonundagi huquqimizni tiklab berishni xalqaro sudgacha kerak bo'lsa olib chiqamiz. Boshqalarga konstitutsiya, qonun kerak bo'lmasa ham bu bizga kerak. Menga kerak konstitutsiya. Men uni u meniki, u sizniki, bizniki, hammamizniki deyiladi. Shu jumladan u ham meniki. Men uni bunaqa tarzda ko'z yumilishi, bunaqa tarzda jur'atsizlik qilib yuz burilishiga jim qarab tura olmayman. Sudda qaysi bosqichda bo'lsa o'sha qonun yo'lidan yurib buni yana ham harakat qilishda davom etaman. Kerak bo'lsa xalqaro sudgacha olib chiqamiz. Bizning konstitutsiyamizni bizning organlardan himoya qilib tiklab berlaring deb olib chiqamiz. Faqat muammo shuki, bu davlatchilik uchun, bizda o'tirgan mas'ul shaxslarimiz uchun qanchalik